Hey, what's up everybody? Welcome to my channel. Assalamu alaikum dostlar. YouTube kanalımga hoş geldiniz. Başkalarını muayyenleştiriş, başkalarının tarifini kılış yakımsa, başkalarına minnettarlığınızı bildirişini İngiliz tilida qanday ifodalaymiz? Muşu to'g'risidagi har xil shunday chiroyli bo'lgan ingliz tilidagi ifodalash shakllarini bugun o'rganamiz. Agar qiziqsangiz, ekran oldida ching o'tiring. Erkin Abduz YouTube kanaliga texcha subscribe qilib a'zo bo'lgan bo'lsangiz, tezdan qizlaranglik subscribe butonini bosib, a'zo bo'ling bu butunlay haqsiz. Yendiki qo'ng'iroq belgisini bosib qo'ysangiz, yangi chiqqan videolardan dal vaqtida ko'ra olasiz. Başka dostlarımızla hem takip koyun. English with Erkin Instagram kanalı var. Instagram kanalında qisqa nayeti ahmiyetlik mazmunlar yolunub duruldu. Sizin muşkul qoluşunuz haqsiz turda üye biz koyup a'zo bo'lib ergishib qoluşunuz arqalıqlam texmi mol mazmunluq, texmi ahmiyetlik videolar davomli barliq keldi. Kalbi güzel, tili güzel buluş bu bizdeki nayeti güzel ahlak fazilatlarının birisi. Tiliniz güzel bo'lsa, başqalarga chiroyli gap qilsangiz, chiroyli gap kimga xo'sh yoqmaydi, shundaymi? Başqalarning doim agar yoqtirsangiz, ta'rifini qilib tursangiz, muayyanlashtirsangiz, boshqalarga bo'lgan minnatdorligingizni ifodalab tursangiz, bu chaqda nayt yaxshi ahvol bo'ldi, boshqalarning qalbidagi o'rningiz tabiiy holda yuqori ko'tarildi degan gap. Nayt sapalik kishidek ta'sir bersa ham o'zingizning sapasini ham shu orqali o'stirsiz. Bizde dikkat qilib baxsam, mushtaq chiroyli gaplarni qilish, boshqalarga bo'lgan minnatdorligimizni ifodalash yoki bo'lmasa boshqalarni muayyanlashtirish sal boshqa millat, boshqa tilda so'zlaydigan millatlarga qaraganda sal ojiz ekan. Ammo bu nihoyatda bir yaxshi ahvol, buni cho'qim qilishimiz kerak. Bugungi videomizda bo'lsa biz ingliz tilida shunday chiroyli so'zlarni, boshqalarni muayyanlashtirishni, boshqalarning ta'rifini qilishni, how to compliment somebody, right? Başkalarının tarifini qilish yoki bo'lmasa boshqalarga minnatdorligimizni qanday ifodalaymiz, shu to'g'risidagi chiroyli so'z birikmalarini, qisqa phraselarni o'rganamiz. Birinchi phrase bo'lsa I like your energy. I like your energy. Bu balkim men eng amroq ifodalash shakllaridan birisi bo'lishi kerak. Bu yerdagi energy deganimiz energiya albatta. Biz daim deydigan aktif energiya, pasif energiyadagi energiya shu. Amaliyotda insonning ruhi shu bir energiyadan iborat. I like your energy degan gap seningdan topchib turayotgan aql energiya, sening mana ruhing seni yoqtirdim degan gap. I like your energy. Keyingisi bo'lsa I like your vibe. I enjoy your vibe. I like your vibe. You're my vibe. Bu yerdagi vibe deganimiz ham shu xil boy degan energiyaga o'xshaydi, vibrations ham. Yaxshi energiya, yuqori vibration bo'ldi. Nachar passive negative energiya bo'lsa, tuan vibration bo'ldi. I like your vibe degani, seningdagi energiyani, seningdagi pozitivlikni, aktivlikni yoqtirman degan gap. Ya'ni boshqalarni yoqtirgan vaqtingizdagi hissiyat, shuni muayyanlashtirish uchun nima deysiz? I like your vibe yoki bo'lmasa you're my vibe. You inspire me. You inspire me. Belki to inspire degan fe'l bo'lsa, ilhomlantirish ama sen meni ilhomlantirsan deb udul tarjima qilib berishimizga hojat yo'q. Faqat biraylar sizni yaxshi yo'lga mengishga, oldiga qarab mengishga, taraqqiy qilishga, o'zingizni takomillashtirishga, ammo bir azroq bir yordami bo'ldigandek his qilsangiz, you inspire me desangiz, mushlarning hammasi bugun biz ishlatadigan bir o'ndagi ifodalash shaklining hammasining ma'nosi o'xshash, u egizpas cho'ng bir farqi yo'q, hammasi o'xshash, ma'nosi o'xshash. Ta'rifini qilishning har xil shakllari. I appreciate you. I appreciate you. Rahmat degan gap. Masalan, nihoyatda kam qo'llanadi. Qandaq bir ish bo'lsa, thank you degan o'rniga, oy, appreciate it yoki bo'lmasa I appreciate you bo'lsa, rahmat senga degan gap. I appreciate you. Ama ingliz tilida daima shu ko'ch tillarida bo'lma appreciate it deb ni tashkil etib appreciate it deb bilan ishlasangiz bo'ldi. Ingliz tilida shu xil shaklda ishlatildi. You make me feel safe. You make me feel safe. Buni ko'pincha balkim qizlar o'g'illar ishlatishi mumkin. Sen bexatarlik tuyg'usi bersan. Cho'qim endi bexatarlik tuyg'usi beradigan ma'qul o'ringa ishlatmasakmi? Ammo
shu xilroq tarafga mangadigan ahvollarda you make me feel safe desangiz tamamen bo'ldi. Chiroyli gap ya'ni. You have a beautiful mind. You have a beautiful mind. Sen aytib bir oq ko'ngil, ilg'or, bir yaxshi odam ekansan, yaxshi bir odam, yaxshi inson ekansan degani you have a beautiful mind. Oh, you're a good person degandan you have a beautiful mind desak, chiroyli bo'lgan, boshqalarga o'yi deb boshqalar ta'sir qiladigan bir xil ifodalash shakli, ha? You're a kind and loving soul. Bu yerdagi soul deganimiz ruh, shunaqa odamga vakillik qildi. Sen shunda bir ham mehribon, ham yaxshi, boshqalarga yaxshilik qilishni o'ylab turadigan, amal bor, ko'nglida qilchilik bir maynatchilik yo'q. Boshqalar ziyon silish yo'qsa, bir negativlik yo'q. Kind and loving. Nayt suyumli bir inson ekansan deganni ifodalamoqchi bo'lsangiz, you're a kind and loving soul desangiz, nayt go'zal bo'lgan bir ifodalash shakli bo'ldi. Qarshi tarafni cho'qim ta'sirlantira olasiz. I love how passionate you are. I love how passionate you are. Bu yerdagi passionate bilsizlar, qizg'inlik, to'lib toshgan shundoq ishtiyoq degan ma'noda. Endi buni cho'qim ma'lum biraylar bir ishqa yoki qilayotgan shu topda qilayotgan bir ishga zo'r ishtiyoqni bog'lab qilayotgan bo'lsa ishlasangiz bo'ldi. Unda bo'lmasimi, u darajaga bormasimi ishlasangiz bo'ldi degan gap. Lekin endi birsi rasm chizishga yoki futbol o'ynashga, kompyuterga qat'iy qiziqmaydi. Love how passionate you are desangiz, bu chaqda endi ozroq sesiq gap bo'lib qoldi. Lekin yaxshi tarafdan gap qilman, boshqalarni rag'batlantirib, mana gap qilman desangiz, ma'lum birsi bir ishni aytdi, qizg'inlik bilan qilayotgan bo'lsa, I like how passionate you are desangiz, tamamen bo'ldi, bu bir chiroyli gap, ammo mishaki darasiga diqqat qiling. Bu agar faqat yoqtirmasdan o'zini zo'rlab qo'yatgan chaqda manda deb qolsangiz, bu qip-qizillam sesiq gap bo'lib qoldi. Qizillam sesiq gap bo'lib qoldi. Okay everybody, bugungi o'rgangan barliq chiroyli gaplarimizning hammasini bir takrorlab o'taylik. I like your energy. I like your vibe. You're my vibe. You inspire me. I appreciate you. You make me feel safe. You have a beautiful mind. You're a kind and loving soul. I love how passionate you are. Okay do'stlar, yuqorqi chiroyli so'z birikmalarini o'rganib olgan bo'lsangiz, o'zingiz eng yoqtirgan birisini tanlab, ostidagi videoning ostidagi comment, ya'ni inkos yozgan yerga yozib qo'ysangiz bo'ldi. Bu videoni boshqa do'stlaringiz ham taqib qo'ying. Kelar qatimliq videolarimizni ko'rishaylik.